Iltimos, like va obuna bo'ling. Birinchi qism boshlandi. Salom hammaga, sizlar bilan yana Shohjahon, ya'ni Leander. Mening ismim, haqiqiy dunyodagi ismim Shohjahon, shuning uchun Shohjahon deyishga o'rganib qolganman. Men avval boshqa dunyo ochmayman deb World ochgandim, lekin u World'im bir-ikki sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi. Men bir-ikkita mod yuklagandim, ular bu versiyaga to'g'ri kelmagani uchun men yangi versiya ochdim. Shuning uchun u World yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun bu bizning oxirgi dunyomiz bo'ladi. Oxirgi World. Bunda hech qanaqa kep investor narsalar bo'lmaydi. Halol o'ynaymiz, o'lsak o'ldik, tirilsak tirildik bo'ladi. Menga endi farqi yo'q. Hech qisi yo'q, mana o'zi 2 ham bo'ldi. Bu yangi versiya 1.21.2, 18, 51 va 100 bo'ladi, ochadi. Mana dunyoga ham kirib oldik. Voy, bu orolcham bu. Orolcha bo'lsa yaxshi. Men yuklab olgan modni keyinroq ko'rsatib o'taman. Mana hozir daraxt chopish kerak. Yo'q, orolcha emas ekan. Lekin okeanni oldi ekan. Hovanerlarda ham orolchalar bor. Men ko'p marta har xil videolar qilib kontent olmoqchi bo'laman, lekin internetim sal yomonligiga ololmayapman. Minecraft negadir qotyapti. Sizlarga hozir mana ko'tarib qo'yishgan ekan. Buni 5 ga qo'ymasa, 5 ga 5 bo'lmasa sal qotadi. Resurslar kiramiz. Mana shu modni yuklab oldim. Bu animatsiya. Mana endi kiramiz. Daraxtlarni oxirigacha chopamiz. Mening kanalim hali yangi, unday rivojlanmaganman. Sizlar menga yordam berasizlar degan umiddaman. Ko'proq like va obuna bossangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Men Minecraftni unday zo'r o'ynayman deya olmayman. Agar sizlar ko'proq like va kontentlar qilishimga yordam bo'ladi, ko'proq like bossangiz, men sizlar uchun yana ko'p videolar, har xil narsalar chiqaraman. Ko'proq nega kirka yasaymiz va konga tushib ketamiz. Hozirgi qiladigan ishimiz keyinroq qishloq topishga harakat qilamiz. Lekin birinchi o'rinda tosh ovlash kerak. Shu ersakni o'zim bilan olib kirmasam ham bo'lar ekan. Vaqtimiz tejaldi. Yana qishloq topishga harakat qilaman. Topsam juda ham zo'r bo'lardi. Mana toshlarni kovlaymiz va keyinroq yana g'ordan chiqib ketamiz. Qum bor ekan bu yerda. Mana men o'zi yoshim 18 ga kirganman. Men agar 1000 ta obunachim yo'qmayli 100 ta obunachim bo'lsa, sizlar uchun yuzimni ham ko'rsatib, jonli efirda video olaman. Agar obunachilarim ko'p bo'lsa, do'stim bilan ulanib shunday qilaman. Keyin mana boshladik. Endi esa qishloq qidirishga tushamiz. Buning uchun chanklarimizni ko'paytirish kerak. Mol. Mana molni ham animatsiyasi bor, yurishiga qaranglar. Endi buni yopib birimda o'ldiraveramiz. Tovuqmi?
Animatsiya tovuqdan ham bilsa, ular oyoqchalarini qimirlatib yotibdi. Endi o'sha tovuqlarning oldiga boramiz. Qani ular? Yo'q bo'lib qoldi-ku. Endi tovuqam qochib ketdi-da. Hozir meni o'ldiradi deb qochib ketishgan. Qayerga yo'q bo'lganini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Endi qishloq qidirish uchun birozgina daraxt chopib, qo'ylar chiqdi. Aynan 4 ta ekan, bittasi kulrang qo'y. Negadir shu F1 ning joyini keyinroq o'zgartirib qo'yaman, chunki ko'p F1 tugmasi bosilib ketyapti. Mayli, hech qisi yo'q mana. Aptichasini qaranglar. Minecraftda cho'chqalar burun qo'shib qo'yilgan, meni modim orqali. Burni kattagan bo'lib ko'rinadi, kulgili bo'lib. Videoning oxirroqlarida chiqib qolishi ham mumkin cho'chqa. Daraxt chopamiz va tepaga qurish uchun foydalanamiz. Taxtalarni, yog'ochlarni taxtaga almashtirib olamiz. Hali bundan ham qiziqroq videolar olaman. Sizlar like bossangiz. Bu yerda faqat yurish tugmasi bosilib ketibdi. Mana shoshma-shosharlik qildik. Mana endi yana taxtalarimiz ko'pini sarfladik. Lekin hech qisi yo'q, bir 10-15 tala qolsa yetadi. Endi esa barcha tanklarimizni yoqamiz. 48 tank. Pasto'gin endi esa olam yuklanishini kutamiz. Mana olam yuklan. Bu yerlarda ochiq ham, hatto qishloq ham yo'q. Lekin hech qisi yo'q. Kayfiyatni tushirmasdan mana bu tarafga yurib ketamiz. Biror narsa chiqib qolishi ham mumkin-ku. Bu video juda qisqa bo'ldi, lekin hech qisi yo'q. Men ko'proq video chiqarishga harakat qilyapman. Bu mening 4-videoyim. Men 2 kishi ham bo'lib oldim, lekin 2 kishi bo'lib olganim ko'proq like yig'a olmadi. Bir kishi bo'lib olganim bilan bir xil like yig'di, lekin ko'proq tomosha qilishdi. Iltimos like bosinglar. Ko'plar tomosha qilyapti, lekin like bosmayapti. Sizlar hech bo'lmasa like bosinglar. Iltimos obunachilarim. Endi esa qishloq qidirishga olg'a.
Obunachilar, shuncha qidirdim, lekin baribir qishloq topilmadi. Lekin hechqisi yo'q. Keyingi qismlarda qishloqni albatta topamiz. Hozir men sizlar bilan yana Leander bo'ldim. Lekin yana ismimni ham o'zgartirishim mumkin. Chunki ko'p odamlarning ismi Leander. Xayr.